nima ahvol narxlariz? 6 kishilik set hech qayerda bo'lmagan. Mana necha pul bo'ldi deysizlar. Bitta tarozimiz, majnuntolimiz, sezdirimiz, kompotimiz, kolamiz, nonimiz, 6 kishilik asartimiz mana bay yemasangiz ham yegingiz keladimi? Asartini har bitta inson, bola ho'zi kelgan inson mana shu asartini yemasdan ketmaydi. Hatto Qozog'iston, Qirg'iziston, chet davlatdan ham keladi, mana shu asartlarimiz yeb ketadi. Mana shu komfortxonalarga oilaviymi, do'stlar davrasiga baribir ish o'z yo'liga, dam olish o'z yo'liga. Mana shu videoni dam ololmab turgan oilaviymi, do'stlargami tez tashlab qo'ying. Bola hovuz 6 kishi set chiqargan narxini qarang, narxi. Bunaqa narx hech qayerdan topolmaysiz. Tez mana shu videoni tez yaqinlaringizga yuborib, do'stlar davrasiga, oila davrasiga, mana shu komfortxonalarga mazza qilib didorlashib o'tirganga yetmang. Sizlarni kutib qolamiz. Qibray Chirchiq bola hovuzga, Qibray Chirchiq Instagramga obuna bo'lib qolsalar, xudo xolasa yengilliklarni qo'yaveramiz. Tez kunlarda inshaalloh yangi ovqatlarimiz chiqadi. Bizga faqat obuna bo'lib qolinglar. Bitta videoga like bosib, yaqin insonlarga yuborib qo'ying.